Assalamu alaykum qarindoshlar. Qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun moy ziyonliqmi yoki shakarmi degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi moy va shakarningki badan ehtiyojliq bo'lgan bir ozuqliq modda ekanligi, ammo bizning ularni badan ehtiyojidan ortiq iste'mol qilgan vaqtimizda o'xshashla ziyonli ekanligi to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlə leksiyanın təfsilatı bo'lsin. May və karbon su birikmesi, yani şeker, bizning sağlam o'sib yetilishimiz və sağlam yaşayışımız üçün zərur bo'lgan energiya bilan ta'minlaydigan muhim ozuqliq modda bo'lib, biz ularsiz yaşay olmaymiz. Ammo biz ularni badan ehtiyojidan ortiq iste'mol qilganimizda, badan ehtiyojidan ortiq may va shakar bizning sog'lomligimizga ta'sir yetkazishi va ba'zi og'ir kasalliklarni paydo qilishi mumkin. Biz iste'mol qilgan may va karbon suv birikmasi, ya'ni shakar o'zaro o'zgaroladigan bo'lib, biz iste'mol qilgan badan ehtiyojidan ortiq shakar mayga aylanib jigarda saqlanadi. Agar biz bir mezgil tomoq yemaganda, ya'ni badanda yetarli shakar bo'lmagan vaqtida badandagi bir qism may shakarga aylanadi. Ya'ni biz mayli shakarni ko'payli yoki mayni ko'payli, oxirida o'xshashla badanda semizlik paydo qildi. Shu nuqtadan aytgan vaqtida biz kesib shakar ziyonliq yoki may ziyonliq deyolmaymiz. Bu yerda ziyonliq bo'lgani faqat va faqatla badan ehtiyojidan ortiq iste'mol qilgan may yoki shakar. O'xshashla ziyonliq. Shunlashqa agar sog'lom yashaymiz desak, bu may va shakarni iste'mol qilishimiz, biroq badan ehtiyojidan ortiq iste'mol qilmasligimiz, muvofiq kontrol qilishimiz nihoyatda muhim. Shunlashqa men mayli shakar bo'lsin, mayli may bo'lsin, qarindoshlarga faqat iste'mol qilmaslikni tashabbus qilmayman. O'zining badan ehtiyojiga, ya'ni badan qurilmasi semiz o'g'irligiga qarab belgilik tangshashni, kontrol qilishni alohida tavsiya qilaman. Biz hamda kundalik turmushimizda shu ozuqlarni tangshigan vaqtida va yoki o'zimizda mavjud ahvollarga asosan may bilan shakar ga nisbatan belgilik tangshash ilib borgan vaqtimizda biz oldi bilan mayninki qaysi yemekliklarda ko'p ekanligi bilan shakarning qaysi yemekliklarda ko'p ekanligini bilishimizga to'g'ri keldi. Endi bu yerda biz buni oddiy qilib may yoki shakar deganimiz bilan amaliyotda bu biz yeyotgan tomoqlar ichida yolg'iz shu go'sht, may yoki shakardan boshqa nurg'unlagan yemekliklardami o'xshashlar may va shakar bo'lishi mumkin. Tövəndə men shu mayninki kelish manbasi bilan shakarninki kelish manbasi to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Endi bu tarkibida may ko'p bo'lgan yemekliklar qaysi degan vaqtida hammamiz bilgandek, birinchisi hayvon meyi, semiz go'sht. Ikkinchisi zig'ir, kandir, qishcha, qo'noq meyi qatorliq har xil o'simlik maylari. Uchinchisi qaymoq, seriq may, qitiq va süt qatorliq har xil yemekliklar. To'rtinchisi tuxumning seriqi. Hamda tuxumning iqi asosliqi oqsil bo'lgan bo'lsa, tuxumning seriqi may, ya'ni xolesterol asos tarkibni egallaydi. Beshinchisi mig'iz, yong'oq qatorliq har xil mig'izliq yelimishlar. Mana bular
bizningki kundalik turmushimizda iste'mol qilayotgan may ko'p yemekliklar. Endi shakar qaysi yemekliklarda ko'p degan vaqtida tarkibida shakari ko'p bo'lgan yemekliklar birinchisi hammamiz bilgandek asal, shakar, qand, novat qatorliq tatliq yemekliklar. Uningdan boshqa ikkinchisi bug'doy unidan etilgan yemekliklar. Buningda shu karbon suv birikmasi ya'ni shakar biroz yuqori, bug'doydan boshqa guruch qo'noqdimi belgilik miqdorda karbon suv birikmasi bor, lekin uning miqdori bug'doydagidek undaq ko'p emas. Üçüncüsü mutlaq ko'p sondagi yelimishlar bo'libmi tatliq yelimishlar. To'rtinchisi ko'p qism ko'ktatlar. Ko'ktatlardami belgilik miqdorda shakar bor. Beshinchisi kok, ya'ni kola ichimliklari, meyve suyu qatorliq har xil ichimliklar bo'libmi shakar qitilgan tatliq ichimliklar. Mana bular biz kunda iste'mol qilayotgan tarkibida shakar ko'p yemek içmekler. Hem de biz özümüzdeki semizlik ahvalimiz yoki diabet kesili var yo'qligiga qarab bu may bilan shakarni belgilik tengishimiz va ularning miqdorini kontrol qilishimizga to'g'ri keldi. Biz bularni uqqandan keyin o'zimizni ahvoliga qarab belgilik tengshash ilib bora olishimiz mumkin. Mayni ko'p iste'mol qilgan vaqtida qandoq oqibatlar kelib chiqadi yoki biz mayni ko'p iste'mol qilgan vaqtida salomatligimizga qaysi jihatdan ta'sir ko'rsatadi degan vaqtida birinchisi badan ig'irligi eshib ketishi va semizlik paydo qilishi mumkin. Shu sababdan semizlik bilan munosabatlik nurg'un kasallarning paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi yurak qon tomir kesili, yuqori qon besimi va sakta, ya'ni miyaga qon tushish qatorliq miya qon tomir kasallari kelib chiqishi mumkin. Uchinchisi qondagi may miqdori yuqorilab ketishi, qon tomir qetivilishni keltirib chiqarishi mumkin. To'rtinchisi metabolizm sindromi paydo bo'lishi mumkin. Beshinchisi dastlabki diabet kesili va ikkinchi tiplik diabet kesili paydo bo'lishi mumkin. Oltinchisi insulinga qarshilik paydo bo'lishi, ya'ni badanda insulinninki yaxshi ishlashi, unumli ishlashi to'salg'iga uchrashi mumkin. Yettinchisi jigarni may qaplash yoki mayliq jigar paydo bo'lishi mumkin. Jigarni may qaplagan vaqtida yoki mayliq jigar paydo bo'lgan vaqtida jigarning iqtidoriga ig'ir darajada ta'sir yetkazib, oxirisida hayotimizga tahdid elib kelishi yoki jigarni almashtirishga majbur bo'lib qolishimiz mumkin. 8-si bolalardagi nervi yetilish masalasi va cho'nglardagi nervi masalasini keltirib chiqarishi mumkin. 9-si oshqozon uchay kasalliklari oson paydo bo'lishi mumkin. 10-si ba'zi rak kasalliklariga sabab bo'lishi mumkin. Mana bular biz mayni ko'p iste'mol qilgan vaqtida, ya'ni badan ehtiyojidan ortiq iste'mol qilgan vaqtida kelib chiqadigan yomon oqibatlar. Shunglashqa biz mayni tamoman iste'mol qilmaslik emas, balki badan ehtiyojiga qarab iste'mol qilish, muvofiq iste'mol qilish, kontrol qilib iste'mol qilish. Bu bizning sog'lomligimiz uchun nihoyatda muhim. Hamda karbon suv birikmasi yoki shakarni ko'p iste'mol qilgan vaqtida qandaq oqibatlar kelib chiqadi yoki salomatligimizga qaysi jihatdan ta'sir yetkazadi degan vaqtida birinchisi shakarni ya'ni karbon suv birikmasini ko'p iste'mol qilgan vaqtida birinchisi badan ig'irligi eshib ketishi, semirib ketishimiz mumkin. Natijada semizlik bilan munosabatli bir qism kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi ikkinchi tiplik diabet kesili kelib chiqishi mumkin. Uchinchisi insulinga qarshilik paydo bo'lishi, ya'ni badandagi insulinninki unumi tövallab ketib, yaxshi ishlamasligi mumkin. To'rtinchisi yurak qon tomir kesili oson paydo bo'lishi mumkin. Beshinchisi metabolizm sindromi paydo bo'lishi mumkin. Oltinchisi ba'zi rak kasallariga sabab bo'lishi mumkin. Yettinchisi oshqozon uchay kasalliklari paydo bo'lishi mumkin. 8-si tish kasalliklari
paydo bo'lishi mumkin. Bulardan ko'rib olishqa bo'ladiki, mayli biz mayni ko'p iste'mol qilayli yoki karbon suv birikmasi, ya'ni shakarni ko'p iste'mol qilayli, ularninki keltirib chiqaradigan oqibatlari nihoyatda o'xshash bo'lib, o'xshashla semizlikni paydo qilishi va semizlik bilan munosabatlik nurg'un kasalliklarni paydo qilishi mumkin. Bu nuqtani aytgan vaqtida biz kesib cho'qim karbon suv birikmasi shakar ziyonliq yoki may ziyonliq deyamaymiz. Men yuqorida o'tgandagidek karbon suv birikmasi bilan may o'zaro almashishi mumkin, o'zaro o'zgarishi mumkin. Shunglashqa mayli karbon suv birikmasi shakar bo'lsin va yoki may bo'lsin, har ikkilisini belgilik kontrol qilishimiz, muvofiq iste'mol qilishimiz kerak. Agar biz birini cheklab, yana birini iste'mol qilgan vaqtimizda bir tarafdan oziqlik tangpungligiga ta'sir ko'rsatsa, ikkinchi tarafdan biz yetmoqchi bo'lgan maqsadga yetolmaymiz. Aksincha, ba'zi yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Shunglashqa oxirida deydiganim, biz mayli shakar bo'lsin, mayli may bo'lsin, hech birisini ziyonliq deb cheklayolmaymiz. Lekin ikkilisini badan ehtiyojidan ortiq iste'mol qilgan vaqtimizda o'xshashla ziyon akilishi mumkin. Salomatligimizga o'xshashla ta'siri yetishi mumkin. Bugungi bu may ziyonliqmi shakarmi degan qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Bu leksiyaningki asosliq maqsad bizningki mushu ozuqliq badandagi ozuqliq tangpungligiga qandoq ko'ngil bilgan vaqtimizda anandan keyin texmi sog'lom bo'la oladiganligimizni alohida ta'kidlab o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Oxirida hammanglarga salomat va oson esenlik tilayman. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xudoga omonat.